بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابع والعشرون 27 درس. زمان زمان، أزمنة زمانlar، سنة yil, sinuna yillar. شهر ay, شهور aylar. أسبوع hafta, أسابيع haftalar. أول avvalgi, أوائل avvalgilar. آخر آخرgi, أواخر آخرgilar. وسط o'rta, أواسط o'rtalar. الماضي o'tgan, الآتي kelajak. الحاضر hozir, منذ dan beri qo'shimchasi. قط hech, فجأة to'satdan, kutilmaganda. حينما shu paytda, قبلما shu paytdan ilgari. بعدما shu paytdan so'ng, بينما shu payt oralig'ida. محرم الحرام محرم. صفر الخير صفر. ربيع الأول ربيع الأول. ربيع الآخر ربيع الآخر. جماد الأولى جماد الأولى. جماد الأخرى جماد الأخرى. رجب رجب. endi bular oylar, hijriy oylar. شعبان شعبان. رمضان رمضان. شوال شوال. ذو القعدة ذو القعدة. ذو الحجة ذو الحجة. Yani qamariy bo'yicha ushbu oylar yuritiladi. Al-jumalul arabiyyatu arabiy gaplar. Zamanuna al-ana zamanun hadir. Hozirgi zamonimiz, ya'ni hozir bo'lib turgan zamon hozirgi zamondir. Zamanul amsi zamanun madin. Kechagi zamon o'tgan zamondir. Az-zamanul ati qaribun va zamanul madi ba'idun. Kelgusi zamon yaqindir, o'tgan zamon uzoqdir. Madahtu Zaydan fi zamanil madi va ma madahtuhu fi hadha az-zaman. Zaydni o'tgan zamonda maqtadim, uni bu zamonda maqtamadim. Madahtukum fi sanatil madiyati va ma madahtukum fi hadhihi as-sanati. Sizlarni o'tgan yili maqtagan edim, sizlarni bu yilda esa maqtamadim. ما مدح أستاذنا أحدا منا في هذه السنة. Ustozimiz bu yili bizlardan birortamizni maqtamadi. قرأت هذا الكتاب في أول شهر محرم الحرام. Men bu kitobni Muharram oyining avvalida o'qidim. كتب بكر كتابه في آخر شهر صفر الخير. Bakr kitobini Safar oyining oxirida yozdi. أخذنا كتابا جديدا من علي بن خالد في وسط شهر ربيع الأول. Xolidning o'g'li Alidan yangi kitobni Rabiul Avval oyining o'rtasida oldik. أكلت أطعمة لذيذة في شهر ربيع الآخر. Shirin taomlarni Rabiul Oxir oyida yedim. جمعت مالا كثيرا في هذا الأسبوع. Bu haftada ko'p pullarni to'pladim, yig'dim, jamladim. فتح زيد باب المسجد في أول الأسبوع الماضي. Zayd masjid eshigini o'tgan haftaning avvalida ochdi. سكنت في قريتكم في آخر السنة الماضية. Qishlog'ingizda o'tgan yilning oxirida yashadim. رحل زيد عن قريته إلى هذه القرية الصغيرة في وسط الأسبوع الماضي. Zayd o'zining qishlog'idan bu kichkina qishloqqa o'tgan haftaning o'rtasida ko'chib o'tdi. ذهب أبي إلى مدينة بغداد في أول هذا الأسبوع فرجع منه في آخره. Otam Bag'dod shahriga bu haftaning avvalida ketdi. U yerdan, ya'ni Bag'dod shahridan o'sha haftaning oxirida faraja'a qaytib keldi.
ما خرجت من بيتي منذ يوم الجمعة. Juma kunidan beri uyimdan chiqmadim. Ma jalastu lada abi munzu yawmis sabti. Shanba kunidan beri otamning oldida o'tirmadim. Ma raqadtu fi hadhihi al-hujrati al-wasi'ati munzu yawmil ahad. Yakshanba kunidan beri bu keng xonada yotmadim, uxlamadim. Ma nazarna ila hadha al-kitabi munzu yawmil ithnaini. Dushanba kunidan beri bu kitobga qaramadik. Ma taraka Zaydun salatahu munzu yawmis thulatha'i. Seshanba kunidan beri Zayd namozini tark qilmadi. Ma shatama hadha ar-rajulu as-safihu ahadan munzu yawmil arba'i. Bu tentak kishi chorshanba kunidan beri birortasini so'kmadi. Ma darabani ahadun munzu yawmil khamis. Payshanba kunidan beri meni birortasi urmadi. Hech kim meni payshanba kunidan beri urmadi. Ma madahtu aduwi qattu. Dushmanimni hecham maqtamadim. Ma saraqna shay'an qattu. Hecham biror bir narsani o'g'irlamadik. Ma akhadha Zaydun mala ghayrihi qattu. Zayd boshqasining molini hecham olmadi. Ma taraka hadha as-solihu salatan qattu. Bu solih kishi, ya'ni bu solih namozini hecham tark qilmadi. Ma shatamtu ahadan min rufaqa'i qattu. Sheriklarimdan birortasini hecham haqorat qilmadim. Ma darabta ahadan min talamidika qattu. Shogirdlaringdan birortasini hecham urmading. Hinama jalastu fi hadhihi al-hujrati darabani akhi as-saghir bi hadhihi al-lawhati fuj'atan min wara'i. Bu xonada o'tirgan paytimda darabani akhi as-saghir, ukam meni urdi, bi hadhihi al-lawhati, bu taxta bilan, fuj'atan min wara'i, orqamdan to'satdan. Bu xonada o'tirgan paytimda ukam orqamdan to'satdan bu kichkina taxta bilan meni urdi. Katabtu hadha al-kitaba min shahri Muharramil harami ila shahri Shawwal. Bu kitobni Muharram oyidan Shawwal oyigacha yozdim. Jama'atul mala fi as-sinin al-madiyati kathiran. O'tgan yilida ko'p mollarni to'pladim. Kataba Ali ibn Arif daftarahu hadha min shahri safaril khayri ila shahri Rajaba. Arifning o'g'li Ali bu daftarini Safar oyidan Rajab oyigacha yozdi. Sakantu fi bayti sadiqi Zayd ibn Bakr fi as-sanati al-madiyati min awwal shahri Rabi'il awwal ila akhiri shahri Sha'ban. Bakrning o'g'li Zayd do'stimning uyida, ya'ni do'stim Bakrning o'g'li Zaydning uyida o'tgan yili Rabiul avval oyidan to Sha'ban oyi oxirigacha yashadim. ذهب جارنا خالد بن محمود في آخر السنة الماضية في أوائل شهر رمضان إلى قريته فرجع منها في أول هذه السنة في أواخر شهر صفر الخير. Qo'shnimiz Mahmudning o'g'li Xolid o'tgan yilining oxirida Ramazon oyining avvallarida, ya'ni Ramazon oyining avvalgi kunlarida qishlog'iga ketdi. Faraja'a minha, va o'sha qishlog'idan bu yilning avvalida Safar oyining oxirlarida qaytib keldi. Sakana abi fi hadha al-baladi fi mahallati al-masjid al-azraq zamanan tawilan fi as-sinin al-madiyati. Otam bu shaharda, bu mamlakatda
uzoq yillar o'tgan yili uzoq muddat ko'k masjid mahallasida yashadi. قرأت كتبا كثيرة حينما سكنت في المدرسة. Madrasada yashagan paytlarimda juda ko'plab kitoblarni o'qidim. كتبت هذا الدفتر حينما قرأت في المكتب. Maktabda o'qiyotgan paytimda bu daftarni yozdim. حينما سكنت في بيت أخي كتبت إلى أبي رسائل كثيرة. Akamning uyida yashayotgan paytimda otamga ko'p xatlarni yozdim. حينما أكلنا مع أمنا في السفة رجع أبونا من السوق. Suffada onamiz bilan birga ovqatlanayotgan paytimizda otamiz bozordan qaytib keldi. قبلما أخذت هذا القلم في دكان علي بن خالد منحت له ثمنه. Bu qalamni Xolidning o'g'li Alining do'konida olishimdan oldin uning pulini Xolidning o'g'li Aliga bergan edim. Ya'ni bu qalamni Xolidning o'g'li Alining do'konida sotib olishimdan oldin o'sha kitobni pulini do'konchiga berdim demoqchi. قبلما رجع أخي من السوق ذهب أبي إليه. Akam bozordan qaytishidan oldin otam uni oldiga borib bo'ldi. قبلما فتح المؤذن باب المسجد اليوم صباحا دخل الناس فيه مع الإمام. Bu masjidning, ya'ni masjid muazzin bugun ertalab masjid eshigini ochishidan oldin insonlar u yerga imom bilan birga kirib bo'ldilar. بعدما جلسنا لدى المعلم قرأنا هذا الكتاب. Muallimimizni oldiga o'tirganimizdan keyin bu kitobni o'qidik. بينما خرج معلمنا من حجرة الدرس كتبنا على هذه الدفاتر دروسنا. Muallimimiz dars xonasidan chiqqan paytida bu daftarlarga darslarimizni yozib oldik. بينما قرأنا دروسنا دخل معلمنا إلى حجرتنا فجأة. Muallimimiz xonamizga to'satdan بينما قرأنا دروسنا darslarimizni o'qiyotgan paytimizda muallimimiz xonamizga to'satdan kirib qoldi. بينما خرج علي من بيته دخل صديقه بكر في عرصته فجأة. Ali uyidan chiqqan paytida uning do'sti Bakr Alining uyining sahnasiga to'satdan kirdi. متى كتبت على دفترك هذا. Bu daftaringga qachon yozding? كتبت عليه في هذه السنة في آخر شهر رمضان بعد ليلة القدر قبل يوم العيد. Unga, ya'ni daftarga bu yili Ramazon oyining oxirida Laylatul Qadrdan kelgan hayit kunidan oldin yozdim. متى أخذت ذاك الدفتر الصغير. أخذته بعد يوم العيد في أول شهر شوال. Anavi kichkina daftarni qachon olding? Uni hayit kunidan kelgan Shavvol oyining avvalida oldim. متى سكنت في قرية الحمراء. سكنت فيها في أواسط شهر ذي الحجة بعد أيام العيد. Hamro qishlog'ida qachon yashading? U yerda sakantu fiha ya'ni o'sha yerda, ya'ni Hamro qishlog'ida Zulhijja oyining o'rtalarida hayit kunlaridan keyin yashadim. متى ذهبت إلى بيت أخي أبيك. ذهبت إليه في أول هذا الشهر ورجعت منه في آخره.
متى ذهبت إلى بيت أخي أبيك. Otang akamning uyiga qachon ketdi? Shu noto'g'ri tuzilgan ekanda. Mata zahabta ila bayti abika desa yoki akhika desa to'g'ri bo'lar edi. Otangning uyiga qachon ketding? Zahabtu ilayhi o'sha otamning uyiga bu oyning avvalida ketdim va u yerdan o'sha oyning oxirida qaytib keldim. Hal akalta min hadhihi al-at'imati allazizati. Bu lazzatli taomlardan yedingizmi? Na'am akaltu minha kathiran fi awwali hadha al-usbu' yawm as-sabt. Ha o'sha lazzatli taomlardan bu haftaning avvalida shanba kuni ko'p yedim. Ayna sakantum fi hadha في الأسابيع الماضية سكننا في بيت عمنا خالد بن عارف. O'tgan haftalarda qayerda yashadingiz? Amakimiz Orifning o'g'li Xolidning uyida yashadik. Min ayna raja'a xolukum fi akhiri hadha al-usbu'i huwa raja'a min qaryati xolatina. Tog'angiz bu haftaning oxirida qayerdan qaytib keldi? U tog'a xolamizning qishlog'idan qaytib keldi. Ila ayna zahaba jaddukum fi akhiri ash-shahri al-madi. Bobongiz o'tgan oyning oxirida qayerga bordi? Huwa zahaba ila qaryati ammatina. Ya'ni bobomiz ammamizning qishlog'iga bordi. Mata qara'tum hadha al-kitaba. Bu kitobni qachon o'qidingiz? Qara'na awailahu fi awakhir as-sanati al-madiyati wa awasitahu fi awaili hadhihi as-sanati wa awakhirahu fi awasitiha. Qara'na awailahu. Awailahu degan kitobga qaytadi. Kitobning avvalgilarini, ya'ni avvalgi sahifalarini fi awakhir as-sanati al-madiyati o'tgan oyning oxirlarida o'qidik. Va awasitahu kitobning o'rtalarini fi awaili hadhihi as-sanati bu yilning avvallarida o'qidik. Va awakhirahu kitobning oxirini esa fi awasitiha bu yilning o'rtalarida o'qidik deyilyapti. Umumiy ma'noda aytadigan bo'lsak, bu kitobni qachon o'qidingiz? Kitobning avvallarini o'tgan yilning oxirlarida, kitobning o'rtalarini bu yilning avvallarida, kitobning oxirlarini esa bu yilning o'rtalarida o'qidik. Quyidagi so'zlarni arab tiliga tarjima qiling. Bugungi kuning hozirgi zamandir. Al-yawmuk az-zamanul hadir. O'tgan kuning o'tgan zamondir. Yawmukal madi az-zamanul madi. Kelajak kuning kelajak zamondir. Yawmukal ati az-zamanul ati. O'tgan kunlar uzoqdir. Al-ayyamul madiya ba'idatun. Kelajak kunlar yaqindir. Al-ayyamul atiyatu qaribatun. Ali bu kitobni o'tgan zamonda o'qidi. Qara'a Aliyun hadhal kitaba fi zamanil madi. Sen bizning mahallada o'tgan zamonda turding. Anta sakanta fi mahallatina fi zamanil madi. Men o'tgan yili bu kichik ko'chada yashadim. Ana sakantu fi hadha az-zuqaq as-saghiri fi as-sanati al-madiyati.
Men o'tgan yili qishloqda yashadim. Ana sakantu fil qarya fis sanatil madiyati. Bu yili men ushbu madrasada yashadim. Ana sakantu fi hadhihi sanati va fi hadhihi al madrasati. Men o'tgan yili sizning qishlog'ingizda yashadim. Ana sakantu as-sanata al-madiyata fi qaryatikum. Sen anavi kitobni Muharramul Harom oyining boshida o'qiding. Anta qara'ta zakal kitaba fi awwali shahri Muharramil Harami. Men sizning mahallangizda Safarul Xoyr oyining o'rtasida ko'chib o'tdim. Men sizning mahallangizga Safarul Xoyr oyining o'rtasida ko'chib o'tdim. Ana rohaltu ila mahallatikum fi wasati shahri Safaril Xoyri. Sherigim bu yangi kitobni Rabiul Avval oyining oxirida juma kuni o'qidi. Qara'a shariki hadhal kitab al-jadida fi akhiri shahri Rabiul Avval fi yawmil jumu'ati. Ali sizning qishlog'ingizdan bizning qishloqqa Jumadul Ula oyining boshida shanba kuni oqshom ko'chib keldi. Rahala Aliyun min qaryatikum ila qaryatina fi awwali shahri Jumadil Ula fi yawmis sabti masa'an. Bu kishi bizning mahallaga ushbu oyning oxirida ko'chib o'tdi. Rahala hadha ar-rajulu ila mahallatina fi akhiri hadha ash-shahri. Mening inim bu kitobga yakshanba kunidan beri qaramadi. Ma nazara akhi ila hadha al-kitabi mundu yawmil ahadi. Bu bemor dushanba kunidan beri hech bir ovqat yemadi. Hadha al-maridu lam ya'kul ta'aman qattu mundu yawmil ithnayni. Yoki ma akala hadha al-maridu ta'aman qattu mundu yawmil ithnayni. Men bu uyga seshanba kunidan beri hech kirmadim. Ana ma dakhaltu ila hadha al-bayti mundu yawmi thulatha'i qattu. Bu tentak chorshanba kunidan beri hech bir kishini urmadi. Ma daraba hadha al-ghabiyyu ahadan mundu yawmil arbi'a'i. Bizning xodimimiz Xolid hech qachon biror narsani o'g'irlamadi. Ma saraqa xodimuna Xolidun shay'an qattu. Men seni to'satdan qalam bilan urdim. Ana darabtuka fuj'atan bil qalami. Biz ovqatlanayotgan vaqtda otamiz bozordan qaytdi. Nahnu hinama na'kulu at-ta'ama raja'a abuna min as-suqi. Hinama na'kulu at-ta'ama, biz ovqatlanayotgan paytimizda raja'a abuna min as-suq. Otamiz bozordan qaytdi. Biz oldinroq madrasaga kirdik. Nahnu dakhalna ila al-madrasati min qabl. Uning eshigini ochdik. Fafatahna babaha. Shu payt bozordan qaytdik. Va fi dhakal vaqti raja'na min as-suqi. Ushbu uyga kirdik. Dakhalna ila hadhal bayti. Shu asnoda biz madrasada ushbu kitobni o'qiyotgan edik. Ustoz kirdi.
وفي هذا الأثناء كنا نقرأ هذا الكتاب في المدرسة فدخل الأستاذ. Men yozayotgan paytimda bu o'yinqaroq shogird meni qalam bilan urdi. حينما أكتب ضربني هذا التلميذ اللعوب بالقلم.